Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya hisoblanayotganda bitta yozuv, bitta hujjat yoki bitta tasdiqlanmagan ish davri e'tibordan chetda qolsa, odam oyma-oy katta puldan ayrilishi mumkin. Ba'zi holatlarda bu farq 200 ming so'm emas, 500 ming so'm emas, hatto o'yga bilmagan ming so'mgacha chiqishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiyaga yaqinlashayotgan har bir inson shamga, ota-onasining pensiyasini tekshirib bermoqchi bo'lgan farzandlarga ham tegishli. Men hozir sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi yozuv haqida gap ketyapti? Nega u pensiyani oshirishi mumkin? Kimlar albatta tekshirtirish kerak? Kimlar xavotir qilmasa ham bo'ladi? Qaysi joylarda xato ko'p uchraydi va amalda nima qilish kerak? Videoni hozirning o'zida oxirigacha ko'ring. Chunki bitta detalni o'tkazib yuborsangiz, kerakli hujjatni noto'g'ri so'rashingiz yoki arizani noto'g'ri yozishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men pensiya, nafaqa, mehnat staji va hujjatlar bo'yicha xalq tilida tushuntirish berib boraman. Avval pensiya asosan mehnat daftarchasidagi yozuvlar, ish joyidan berilgan ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari va ish haqi haqidagi tasdiqlar asosida hisoblangan. Ya'ni odam qayerda ishlagan, necha yil ishlagan, qaysi davrda qancha oylik olgan, badallar to'langanmi yoki yo'qmi, shular tekshirilgan. Lekin amaliyotda juda ko'p pensionerlarning ish faoliyatida bo'shliq paydo bo'lgan. Kimdir sovxozda ishlagan, lekin yozuv noto'liq. Kimdir zavodda ishlagan, lekin korxona tugatilgan. Kimdir kasalxonada, maktabda, bog'chada ishlagan, lekin buyruq raqami yo'q. Kimdir bir necha oy yoki bir necha yil vaqtincha boshqa bo'limga o'tkazilgan. Lekin bu mehnat daftarchasida to'g'ri aks etmagan. Mana shu yozuv deganda men eng ko'p uchraydigan muhim narsani nazarda tutyapman. Mehnat stajini tasdiqlovchi yozuv va ish haqi haqidagi tasdiqlovchi ma'lumot. Ko'pchilik faqat mening mehnat daftarcham bor-ku deb o'ylaydi. Ammo mehnat daftarchasida yozuv bo'lishi yetarli emas. Yozuv aniq o'qiladigan, buyruq sanasi va raqami bilan, lavozim nomi bilan, qabul qilingan va bo'shatilgan sana bilan, muhr va imzo bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar shu joyda xato bo'lsa, pensiya jamg'armasi ayrim davrlarni stajga qo'shmasligi yoki ish haqi hisobini pastroq davrdan olishi mumkin. Oldin ko'pchilik bu narsani sezmagan. Chunki pensiya tayinlangan, pul kelgan, odam demak hammasi to'g'ri deb o'ylagan. Hozir esa elektron bazalar, arxiv tekshiruvlari, qayta hisoblash imkoniyatlari va fuqarolarning o'z hujjatlarini ko'proq talab qilishi natijasida ko'plab xatolar ochilyapti. Eng muhimi, pensiya tayinlangan bo'lsa ham, agar keyin qo'shimcha staj yoki yuqoriroq ish haqi tasdiqlansa, pensiyani qayta hisoblatish mumkin bo'lgan holatlar bor. Mana shu narsa ko'pchilikka aytilmaydi yoki odamlar o'zlari so'ramaguncha hech kim izlab bermaydi. Avvallari odam pensiyaga chiqayotgan paytda hujjatlarni topshirar. Mas'ul xodim nimani ko'rsa, shuni qabul qilar edi. Agar ish joyi yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan topib keling deyilgan. Ko'p odamlar arxiv qayerda? Qaysi hujjat kerak, qanday so'rov yoziladi buni bilmagan. Natijada 2 yil, 5 yil, hatto 10 yil staj hisobga kirmay qolgan holatlar bo'lgan. Hozir farq shundaki, odamlar o'z pensiya ishini tekshirtirishi, hisob kitobda qaysi davrlar olinganini so'rashi, qaysi ish yillari stajga kiritilgan yoki kiritilmaganini bilishi, arxivdan yangi ma'lumot olib kelishi va qayta hisoblashni talab qilishi mumkin. Bu yerda juda muhim masala bor. Pensiya jamg'armasi xodimi sizning butun hayotingizni sizdan yaxshi bilmaydi. Siz qayerda ishlaganingizni, qaysi yillarda yuqori maosh olganingizni, qaysi davrda zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganingizni, qaysi ish joyi boshqa nomga o'tganini o'zingiz yaxshi bilasiz. Shuning uchun hujjatni ham, dalilni ham birinchi bo'lib siz ko'tarishingiz kerak. Men ko'rgan amaliy holatlarda eng katta farq ko'pincha 2 sababdan chiqadi. Birinchisi, staj yillari to'liq kiritilmagan bo'ladi. Ikkinchisi, pensiya hisobida odamning eng foydali ish haqi davri emas, pastroq maosh olingan davr hisobga olingan bo'ladi. Agar bir odam 1990 yillarda yoki 2000 yillarda yaxshi lavozimda ishlagan bo'lsa, lekin o'sha ish haqi arxivdan tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya past chiqishi mumkin. Keyin u o'sha davrdagi oylik ma'lumotnomasini topsa, pensiya sezilarli oshadi. Birinchi navbatda mehnat daftarchasida o'qilmaydigan yozuvlar bor odamlar tekshirtirishi kerak. Masalan, muhr xira, imzo ko'rinmaydi, buyruq raqami yo'q, sana noto'liq, korxona nomi bir joyda boshqa joyda boshqacha yozilgan. Oddiy ko'rinadigan xato ham hisob kitobda muammo tug'diradi.
1985 yil qabul qilindi deb yozilgan. Lekin kuni va oyi yo'q bo'lsa ayrim holatda butun yil emas. Faqat tasdiqlangan qismi olinishi mumkin yoki bo'shatildi, yozuvi bor, ammo qaysi sanada bo'shatilgani ko'rinmasa, davr to'liq bog'lanmay qoladi. Ikkinchi guruh kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi, qurilish tashkiloti, zavod, fabrikalar, tikuv sexlari, paxta tozalash korxonalari, avtokorxonalar, ta'minot bazalari kabi keyinchalik yopilib ketgan yoki nomi o'zgargan joylarda ishlaganlar. Bunday joylarda arxiv hujjatlari tarqoq bo'ladi. Ba'zan tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan huquqiy voris korxonada saqlanadi. Agar odam o'zi qidirib bormasa, bu davr hisobga kirmay qolishi mumkin. Uchinchi guruh ayollar. Ayniqsa farzand parvarishi, dekret, bog'chada ishlash, maktabda ishlash, tibbiyot muassasasida hamshira yoki sanitarka bo'lib ishlash, keyin boshqa lavozimga o'tish davrlarida ko'p xatolar uchraydi. Ayol kishi 20 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin hujjatda 20 yil tekis oy tasdiqlangan bo'lib chiqadi. O'rtadagi 3 yillik 4 oy pensiyani oshirishi mumkin. Ba'zan esa minimal talabni to'ldirishda hal qiluvchi bo'ladi. 4-guruh ishlagan davrda yuqori maosh olgan, lekin pensiyasi juda past chiqqan odamlar. Masalan, odam sex boshlig'i, bosh hisobchi, brigadir, muhandis, haydovchi, ustamastar, bosh hamshira, o'qituvchi, agronom bo'lib ishlagan, ammo pensiyasi eng past darajaga yaqin. Bu yerda savol tug'iladi. Ish haqi hisob kitobga to'g'ri kiritilganmi? Balki faqat staj olingan, lekin oylik ma'lumotnomasi yo'q bo'lgani uchun pensiya pastroq hisoblangandir. 5-guruh. Pensiyasi tayinlanganiga ko'p yil bo'lgan pensionerlar. 20 yil oldin, 25 yil oldin pensiyaga chiqqan odamlar o'sha paytdagi hujjat talablari, arxiv bilan ishlash imkoniyatlari va elektron bazalar hozirgidan boshqacha bo'lganini bilish kerak. O'sha vaqtda topilmagan hujjat hozir arxivdan chiqishi mumkin. Shu sababli men kech qoldim deb o'ylamang. Tekshirishning zarari yo'q. Keling, hayotiy misol qilamiz. Bir odam 3 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda 24 yil 6 oy staj hisobga olingan. Qolgan 5,5 yil kolxoz davri bo'lgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Ammo buyruq raqami ko'rinmagan. Odam pensiyaga chiqadi, pulini oladi. 6 yil davomida hech narsa so'ramaydi. Keyin farzandi arxivga so'rov beradi. Arxivdan ishga qabul qilish, ish haqi ro'yxati va bo'shash sanasi tasdiqlanadi. Natijada staj to'ldiriladi. Agar shu davr pensiya hisobiga ta'sir qilsa, oyma-oy pensiya oshishi mumkin. Farq 300 ming bo'ladimi, 700 ming bo'ladimi, 20 millionga yaqinlashadimi? Bu odamning umumiy staji. Ish haqi va amaldagi hisob formulasiga bog'liq. Lekin shunisi aniqki, 5 yil staj oddiy narsa emas. Ikkinchi misol. Ayol kishi 1990-yildan 2005 yilgacha maktabda ishlagan, keyin bir muddat uyda bo'lgan, keyin yana ishga kirgan. Pensiyaga chiqayotganda 1992-1997 yillardagi ish haqi ma'lumoti topilmagan. Hisob-kitob pastroq davrdan olingan. Keyin maktabning eski arxivi tuman xalq ta'limi bo'limiga topshirilgani aniqlanadi. Oylik vedomoslari topiladi. Ma'lum bo'ladiki, aynan o'sha yillarda u ustama sinf rahbarligi daftar tekshirish puli qo'shimcha yuklama olgan. Pensiya qayta hisoblanganda farq katta chiqadi. Bu yerda asosiy yozuv faqat maktabda ishlagan degan yozuv emas, balki ish haqi tasdiqlovchi hujjatdir. 3-misol. Erkak kishi haydovchi bo'lib ishlagan. Oddiy haydovchi emas, og'ir yuk mashinasida uzoq yo'nalishda, ba'zan zararli sharoitga yaqin ishda ishlagan. Mehnat daftarchasida faqat haydovchi deb yozilgan, lekin aslida u maxsus toifadagi transportda ishlagan bo'lishi mumkin. Agar ish sharoiti yoki lavozim bo'yicha imtiyozli stajga kiradigan holat bo'lsa, oddiy yozuv yetarli bo'lmaydi. Buning uchun lavozim, ish turi, buyruq, tabel, ish joyi tavsifi, ba'zan attestatsiya hujjatlari kerak bo'ladi. Shu hujjatlar topilsa, odamning nafaqat staji, balki pensiya huquqi ham boshqacha baholanishi mumkin. 4-misol. Pensionerning mehnat daftarchasida bitta harf xato yozilgan. Familiya bir sayfada Karimova, boshqa sayfada Karimov bo'lib qolgan. Yoki tug'ilgan yil pasportda 1929, eski hujjatda 1928 ko'rsatilgan. Odam bu mayda xato-ku deydi, ammo hujjat bilan ishlaydigan tizim uchun bu mayda emas. Agar shaxs aynan shu odam ekanini tasdiqlovchi qo'shimcha dalil bo'lmasa, davrni kiritishda muammo chiqadi. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasida pasport ma'lumotlari, tug'ilgan sana, otasining ismi, ish joyi, lavozimi iloji boricha to'liq ko'rsatilgani yaxshi. Agar sizning mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar aniq bo'lsa, ishga kirgan va chiqqan sanalar to'liq bo'lsa,
ish haqi ma'lumotlari pensiya ishida bor bo'lsa, barcha davrlar pensiya jamg'armasi tomonidan hisobga olingan bo'lsa, unda vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir bir marta tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Chunki odam ko'pincha o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilmaydi. Faqat yakuniy summani biladi. Agar siz butun umr rasmiy ishlagan bo'lsangiz, oxirgi yillarda barcha badallar elektron tizimda aks etgan bo'lsa, ish joylaringiz faol bo'lsa va kadrlar bo'limi hujjatlarni tartibli yuritgan bo'lsa, xato ehtimoli kamroq. Lekin kamroq degani umuman yo'q degani emas. Ayniqsa bir korxonadan boshqasiga o'tish, filialdan markazga o'tish, lavozim o'zgarishi, tug'ruq ta'tili, harbiy xizmat, o'qish davri kabi holatlarda hujjatlarni baribir ko'zdan kechirish kerak. Yana bir toifa bor. Pensiyasi yaqinda tayinlangan va barcha hujjatlarni o'zi diqqat bilan yig'an odamlar. Bunday insonlarda muammo kamroq bo'ladi. Lekin ular ham pensiya hisob-kitob varag'ini yoki tushuntirishni so'rab ko'rish kerak. Men har doim shuni aytaman. Ishonch yaxshi, hujjat esa undan ham yaxshi. Eng birinchi nozik joy shuki, hamma yozuv ham avtomatik ravishda pensiyani oshirmaydi. Masalan, siz 2 yil qo'shimcha staj topdingiz. Bu yaxshi. Lekin pensiya formulasi minimal talab umumiy staj, ish haqi koeffitsiyenti va amaldagi cheklovlarga qarab oshish kichik ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hujjat topdim. Demak, albatta 1 million oshadi deb kutish noto'g'ri. 1 million so'mga oshish ko'proq katta staj yo'qolgan, yuqori ish haqi hisobga olinmagan yoki imtiyozli davrlar e'tibordan chetda qolgan holatlarda uchraydi. Ikkinchi nozik joy. Norasmiy ishlagan davrni tasdiqlash qiyin. Agar odam og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa, ish haqi vedomostida familiyasi bo'lmasa, buyruq bo'lmasa, bunday davrni stajga kiritish oson emas. Guvohlar yordam beradigan holatlar bo'lishi mumkin, lekin har doim ham emas va bu masala tartibga, davrga, ish turiga bog'liq. Shuning uchun hozir ishlayotgan odamlarga ham aytaman. Rasmiy ish, rasmiy shartnoma va badallar kelajakdagi pensiyangizning asosi. Uchinchi nozik joy, arxiv ma'lumotnomasi oddiy ishlagan degan gapdan iborat bo'lsa, yetarli bo'lmasligi mumkin. Yaxshi ma'lumotnomada tashkilotnoma, ishga qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana, lavozim, buyruq raqami, buyruq sanasi, ish haqi ma'lumotlari, hujjat qaysi fond, ro'yxat va yig'ma jilddan olingani ko'rsatilgani ma'qul. Agar ma'lumotnoma juda umumiy bo'lsa, qayta so'rov berishga to'g'ri keladi. 4-nozik joy, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, huquqiy vorisni topish kerak. Masalan, bir paytlar Inavto korxona bo'lgan, joy keyin transport xizmatlari korxonasi bo'lgan. Undan keyin MSHga aylangan, keyin tugatilgan. Siz faqat eski nom bilan arxivga murojaat qilsangiz, topilmadi javobi kelishi mumkin. Shu sababli eski hamkasblardan, tuman hokimligidan, soliq organlari yoki arxivdan korxonaning keyingi taqdiri haqida ma'lumot so'rash kerak bo'ladi. 5-nozik joy. Ish haqi ma'lumotlarda hamma to'lovlar pensiya hisobiga bir xil kirmasligi mumkin. Oylik tarif stavkasi, ustama, mukofot, qo'shimcha ish haqi, kompensatsiya, bir martalik to'lovlar har xil baholanishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnomada umumiy summa ko'rsatilgani yaxshi. Lekin uni pensiya hisobida qanday olish masalasini mutaxassis tekshiradi. Sizning vazifangiz hujjatni maksimal to'liq yig'ish. 6-nozik joy, qayta hisoblash vaqti. Ba'zan pensiya yangi hujjat taqdim etilgan kundan yoki ariza berilgan kundan boshlab qayta hisoblanadi. Ba'zan oldingi davr uchun ham masala ko'rilishi mumkin, lekin bu ham alohida tartibga bog'liq. Shuning uchun hujjat topilgan zahoti ariza berishni kechiktirmaslik kerak. Keyingi oy boraman, bahorda boraman, farzandim bo'shasa boradi deb yurilsa, siz oyma-oy yo'qotishda davom etishingiz mumkin. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, SNILS yoki shaxsiy identifikatsiya raqamiga oid hujjatlar, harbiy bilet bo'lsa, harbiy bilet, diplom, tug'ruq ta'tili yoki farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, mukofot daftarshalari, kasaba uyushmasi bileti, eski ish haqi varaqalari, buyruq nusxalari, hatto eski ruxsatnoma yoki xizmat guvohnomasi bo'lsa ham bir joyga qo'ying. Ba'zan juda oddiy qog'oz arxiv qidiruvida yo'l ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini varaqlab har bir ish joyini alohida ro'yxat qiling. Jadval qilib yozsangiz yanada yaxshi. Tashkilot nomi, qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana,
lavozim, yozuv aniqmi yoki yo'qmi, muhr bormi, imzo bormi, buyruq raqami bormi? Shu ro'yxatda bo'sh joylar darrov ko'rinadi. Masalan, 1939dan 1947 yilgacha ishlagan joy bor. Keyin 1947 yildan keyingi joy bor. O'rtada 3 yil yo'q. Mana shu 3 yilni qidirish kerak. 3-qadam pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling va pensiyangiz qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini tushuntirib berishni so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, ariza yozing. Arizada pensiya ishimdagi hisobga olingan mehnat staji davrlarini, hisobga olinmagan davrlar bo'lsa sabablarini, ish haqi qaysi davrlar bo'yicha olinganini ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Bu sizga keyingi qadam uchun xarita beradi. 4-qadam, agar hisobga olinmagan davr aniqlansa, o'sha ish joyi bo'yicha arxivga so'rov bering. So'rovda shunchaki men ishlaganman, topib bering deb yozmang. To'liq yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, o'sha paytdagi familiya o'zgargan bo'lsa eski familiya, tashkilotning o'sha davrdagi nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim yoki sex nomi, yashagan manzilingiz, qo'lingizdagi hujjat nusxalari. Qancha aniq yozsangiz, arxiv xodimi shuncha tez topadi. 5-qadam, ish haqi ma'lumotini alohida so'rang. Ko'p odam faqat staj ma'lumotnomasini oladi. Keyin pensiya juda kam oshadi yoki umuman oshmaydi. Chunki staj bir masala, ish haqi ikkinchi masala. Agar siz o'sha davrda yuqori oylik olgan bo'lsangiz, falon yildan falon yilgacha oylik ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozing. Imkon bo'lsa, oylar kesimida ma'lumot so'rang. 6-qadam, arxivdan kelgan javobni olib, yana pensiya jamg'armasiga ariza bilan kiring. Arizada taqdim etilayotgan qo'shimcha hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. Hujjatlarning nusxasini topshiring, aslini ko'rsatib, qabul qilinganligi haqida belgi yoki kirim raqamini oling. Kirim raqamisiz hujjat topshirish xavfli, chunki keyin qachon topshirgandingiz degan savol chiqadi. 7-qadam, javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Qonuniy muddatlarda javob berilishi kerak. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qaysi sababga ko'ra qayta hisoblanmadi, qaysi hujjat yetarli emas, qaysi davr tan olinmadi deb yozma tushuntirish so'rang. Yozma javob bo'lmasa, keyingi bosqichga o'tish qiyin. 8-qadam, agar rad javobi asossiz deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi organga yoki sudga murojaat qilish masalasini ko'rib chiqing. Men bu yerda hammaga darhol sudga boring demayman. Avval hujjatlarni tartibga keltirish, rad sababini tushunish, yetishmayotgan dalilni topish kerak. Lekin ayrim holatlarda odam haq bo'ladi. Faqat hujjatni to'g'ri himoya qilish kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda pensiya masalalarini tushunadigan yurist yoki mutaxassisdan maslahat olish foydali. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas, muhimi talab aniq bo'lsin. Masalan, pensiya jamg'armasiga yoziladigan arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyam tayinlanganida mehnat stajim va ish haqim qaysi hujjatlar asosida hisoblanganini, qaysi davrlar stajga kiritilganini va qaysi davrlar kiritilmaganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Keyin sana imzo, telefon raqami, arxivga yoziladigan arizada esa maqsadni aniq ko'rsating. Pensiyani qayta hisoblash uchun mehnat faoliyatimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak. Chunki arxiv xodimi sizga nima uchun hujjat kerakligini bilsa, ma'lumotnomani shunga mosroq tayyorlaydi. Ish haqi kerak bo'lsa, alohida yozing. Lavozim kerak bo'lsa, alohida yozing. Buyruq nusxasi kerak bo'lsa, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlardan ko'chirma deb so'rang. Eng ko'p qilinadigan xato shuki, odam bitta umumiy ariza yozadi. Keyin umumiy javob oladi. Umumiy javob bilan esa pensiya qayta hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun har bir talab aniq bo'lishi kerak. Stajni tasdiqlash, ish haqini tasdiqlash, lavozimni tasdiqlash, buyruqni tasdiqlash, tashkilotning nomi o'zgarganini tasdiqlash. Agar ayol kishining familiyasi turmushdan keyin o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Eski hujjatda qizlik familiyasi hozirgi pasportda boshqa familiya bo'lsa, bu bog'lanishi kerak. Aks holda arxivdan kelgan hujjat sizga tegishli ekanini isbotlashda savol tug'iladi. Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, bu ham oxiri degani emas. Ish joylari, arxivlar, buyruqlar, ish haqi vedomotlari, shaxsiy kartochkalar orqali davrlarni tiklash mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin bu ko'proq vaqt oladi. Shuning uchun hujjat yo'qolgan bo'lsa, darhol qaysi ish joylarida ishlaganingizni ro'yxat qiling. Eski hamkasblarni eslang. Korxona
qayerga topshirilganini qidiring. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga borib tekshirtiring deb qo'yish yetarli emas. Ko'p keksalar ariza yozishga, idorada navbat kutishga, arxivga so'rov berishga qiynaladi. Farzand sifatida siz hujjatlarni tartibga solib, ro'yxat qilib, qaysi davrlar yo'qolganini aniqlab, ularga amaliy yordam bering. Bu bir martalik ish emas, lekin natijasi oyma-oy keladigan pul bo'lishi mumkin. Agar pensiya oshsa, bu faqat bugungi oy uchun emas, keyingi oylar, keyingi yillar davomida ham farq qiladi. Masalan, pensiya 500 ming so'mga oshsa, bir yilda 6 million so'm bo'ladi. Agar 20 million so'mga oshsa, bir yilda 12 million so'm. Shuning uchun bitta arxiv ma'lumotnomasi ortidan yurish ba'zan juda katta moliyaviy natija beradi. Bugungi asosiy fikr shuki, pensiyangiz past bo'lsa, darhol shunaqa ekan deb taslim bo'lmang. Mehnat staji to'liq olinganmi? Ish haqi to'g'ri davrdan hisoblanganmi? Mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liqmi? Arxivda qo'shimcha hujjatlar bormi? Bularni albatta tekshiring. Ayniqsa eski korxonalarda, kolxoz va sovxozlarda, maktab, bog'cha, kasalxona, zavod, qurilish va transport sohalarida ishlagan pensionerlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak. Men sizga eng muhim amaliy yo'lni aytdim. Hujjatlarni yig'ing, mehnat daftarchasini davrlar bo'yicha tekshiring. Pensiya jamg'armasidan hisob-kitob asosini so'rang. Arxivdan staj va ish haqi ma'lumotini oling. Keyin qayta hisoblash uchun ariza bering. Har bir topshirilgan hujjat bo'yicha kirim raqamini oling va javobni yozma shaklda talab qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyasida shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi davr hisobga kirmagan. Arxivdan hujjat topdingizmi? Pensiya oshdimi yoki rad javobi oldingizmi? Sizning tajribangiz boshqa pensiyalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta yozuv, bitta arxiv ma'lumoti yoki bitta to'g'ri ariza odamning pensiyasini o'yiga sezilarli darajada oshirib berishi mumkin.